Bilsalaringiz, Tailand qirollik hukmdorida. Tailandni ma'nosi ozod, ya'ni Tai so'zi ozod degan ma'noni bildiradi. Qachon hech kim Tailandni bosib ola olmagan. Juda ham qudratli va bu yerni tirikchiligi asosan turistik zona bo'lganligi uchun turistlardan daromad ko'rishadi. Bir yilda 22 million aholi Tailandga kelib dam olib, hordiq chiqarishadi. Bu esa Tailandning Bangkok shahrining eng katta targ'ibot sentri. Bitta bizni rasmga olib, keyin kirgizishar ekan. Uje Zaradan boshlandi. Sayyohlarimiz endi bu sentrga kirib bir aylanib chiqadilar va xaridlarni amalga oshiradilar. Juda ham katta joy. Wow.